Assalomu alaykum. Bu darsimiz sun'iy intellekt bilan veb-sayt qurishning 3-qismi. Ya'ni bundan oldin biz ikkita darsni ko'rib chiqdik. Bunda logo bilan qanaqa qilib sayt qilinadi, promptlar bilan ishlash, qanaqa qilib lidlarni yoki biz olgan ma'lumotlarimizni Telegramga yoki Google Sheets'ga tushirish, ularni ulashni ko'rib chiqdik. Endi xudo olasa bugungi darsimiz qanday qilib bizani o'zimizning saytimizga bepul custom domain ulash bo'ladi. Ya'ni ko'rgansizlar hammanglar bir daromay.uz, kun.uzga o'xshash domenlar bor. Ana shu domenlarni ulash uchun siz Lobelga, agar Lobel o'zida ulayman desangiz, $25 oyiga to'lashingiz kerak. Bo'lmasa custom domain bermaydi. Buni bo'lsa tekin yo'li bor. Men odatda Netlify bilan qilaman bu ishni, lekin bundan oldingi darsda, to'g'risi bu darsni ikkinchi marta yozyapman. Netlify bilan bizada muammo kelib chiqdi. Men hozircha u muammoni bartaraf qila olganim yo'q. Shuning uchun renderda qolman. Render ham xuddi shunaqa platforma, renderda ham hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Buning uchun endi nima qilish kerakligini sekin-sekin ko'rsatib o'taman. Xo'sh, biza bundan oldin ko'rib chiqayotgan saytimizni boshqa sayt edi, esinglarda bor. Bu marketing kursi haqida edi, lekin saytlarning umuman farqi yo'q. Siz Lobelda qanaqa prompt bilan sayt qurib kelgan bo'lsangiz, xuddi o'shanaqa qurib kelaverasiz. Buni farqi bo'lmaydi. Shunchaki, agar Lobeldagi saytni haqiqatdan ham bepul domen bilan ulamoqchi bo'lgan bo'lsangiz, renderga o'tkazmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda uni GitHubga o'tkazib olishingiz kerak. GitHub repo qilib olasiz. Uni GitHubdan keyin renderga olib o'tiladi. Tushunayotgan bo'lsanglar, bizda birinchi etap bor. Blowable, undan keyin GitHub, undan keyingina bizada render keladi. Ketdik, jarayonni ko'rib chiqamiz. Saytni qilib bo'lganingizdan so'ng tayyor sayt bo'ladi sizda va mana shu saytda bu yoqda o'ng taraf yuqorida, mana sichqoncha ko'rinib turibdi, GitHub belgisini ikonini bosamiz. Va har qanaqa holatda sizda Connect GitHub tugmasi chiqadi. Connect GitHubni bosganingizdan so'ng, agar siz GitHubni hali umuman Lobelga ulamagan bo'lsangiz, Lobelga ulashingizni so'raydi. Lobelga ulab olgandan so'ng GitHubni bu yoqdan bosamiz va Connect Projectni bosamiz. Xo'sh, Desokjonovga, ya'ni meni GitHub akkauntim organizationda transfer anyway qilamiz. O'qib o'tirish shart emas. O'qib olsangiz ham zarari yo'q. Xo'sh, bo'ldi. Bizada yangi repo ochildi GitHubimizda. Ketdik, GitHubga borib tekshirib ko'ramiz buni. Mana agar GitHub dashboardga o'tib bir marta qayta ishlayotgan bo'lsak, ko'rayotgan bo'lsanglar, men oldin Rollo Tashkent degan boshqa loyiha qilganman. Renderda sinab ko'rdim buni va Clean Home Launchpad degan yana bitta saytimiz paydo bo'ldi. Mana bu hozirgina sizlar bilan birga joylashtirgan repoyimiz hisoblanadi. Bu yerda mana Lobelda qilingan kodlar GitHubga repo bo'lib olib o'tilganini ko'rib turishimiz mumkin. Xo'sh, keyingi etap endi qanaqa bo'ladi? Hozir tushunishinglar uchun Lobelda deyarli qiladigan ishimiz qolmadi. Lobelda biz saytimizni GitHubga ko'chirib olganimizdan keyin faqat o'zgartirib turishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun, agar men sizning brendingiz deb nomlab qo'yib qo'yganman bu yerga, mana shu saytni mendan kimdir sotib oladigan bo'lsa, men uni saytining nomini mana shunga qo'yib beraman. Va shunday o'zgartirsam, bu yerda o'zgartirilgan har qanaqa o'zgarish yoki kod avtomatik GitHubda ham o'zgaradi. Siz hech narsani qayta connect qilib ulab o'tirishingiz shart emas. Shunchaki Lobelda bir marta o'zgartirasiz va publishga bosib yuborasiz, u avtomatik GitHubda o'zgaradi. Tamom. Endi keyingi qadamimiz albatta renderda saytimizni statik qilib deploy qilish bo'ladi. Ketdik. Birinchi bo'lib dashboard qilib akkauntimizga kirib olamiz. Sizlar birinchi bo'lib get started for free qilib akkaunt ochib olasizlar. Akkaunt ochishlarni ko'rsatib o'tirmayman vaqt olmaslik uchun. Bu yerda men har doim GitHub bilan kiraman. Xohlasanglar Googledan, xohlasanglar boshqa tizimlar bilan ro'yxatdan o'tishinglar mumkin. Xo'sh, bu yerdan endi mana projects bo'limidan biz o'zimiz uchun yangi sayt yaratib olishimiz kerak. Bu rollni men avval deploy qilganman. Xo'sh, ketdi. Add new qilamiz. Sizlarda hech narsa bo'lmaydi. Yangi plus static sayt qilib qo'shib olsanglar bo'ladi. Men hozir add new qilib static saytni o'qiman. E'tibor beringlar. Lobelda sayt qo'shayotgan bo'lsanglar, har doim static qilinglar. Chunki Lobel umuman AI toolda hozir ko'proq sizlarga asosan landing sahifalar qilishga yordam beradi. Boshqachasiga yordam berishi qiyinroq. Ozgina o'zingizni qiynab qo'yasiz. Shuning uchun har doim static sayt bilan ishlaysiz. Static saytni bosamiz. Va bu yerdan GitHub repoyimizda mana Clean Home turibdi. Uni tanlaymiz. Bo'ldi. Create project qaranglar, create projectga tegishimiz shart emas. Buni nomini o'zgartirib Clean Home turaversin.
Lekin sizlar nomini o'zgartirib qo'yganinglar ma'qul. Ya'ni qaysi saytga bog'lamoqchisizlar? Aynan o'sha sizlar qilib berayotgan biznesning nomi nima, o'sha bilan nomlab qo'yganinglar yaxshi. Bu yoqda main qoladi, o'zgartirmaysizlar. Xo'p, root directory, pod install, publish directory, build. Qaranglar. Bu yoqqa agar nima yozishni bilmayotgan bo'lsanglar, shunchaki eski uslubimizni qilamiz. Nima qilamiz? Buni screenshot qilamiz. Screenshot qilib, hozir men kopировать qilib olaman va uni Lowballga yuboramiz. Ya'ni Lowballga prompt beramiz. Oy, menda mana bunaqa so'rayapti, renderda deploy qilyapman saytimni, nima qilishim kerak deb yozamiz. Xo'sh, what should I write this fields deymiz, yuboramiz. Hozir aynan o'sha maydonlarga nimalar yozishimiz kerakligini Lowball o'zi aytadi. No, обязательно ko'proq prompt bilan ishlashni o'rganyapmiz. Biraloq. Shuning uchun kelinglar, biz boshimizni og'ritmaymiz. Bu sizlarga ham yordam bo'ladi. Nima yozishinglar kerakligini har doim aytib turadi. Ko'pincha bu bo'limlar o'zgarmaydi. Mana bizning javobimiz. Ketdik. Build komandga npm run build qilamiz. Kopировать qilib renderga o'tamiz va root directoryga npm run build ni bosamiz. Xo'p, to'g'ri to'ldirdimmi? Build komandda bo'lish kerak bu. Root directoryda leave empty. Qaranglar, uzr, root directory bo'sh qolish kerak. Build command npm run build bo'ladi. Ya'ni hozir mana bu holatda qoladi. Buni o'chirib tashlaymiz. Faqat bu yoqqa yozamiz buni. npm run build bo'ldi. Endi bu yoqqa dist yozamiz. Mana ko'rsatilgan publish directoryda dist bo'ladi. Dist. Endi bu qismlar o'zgarmaydi. Qolgan saytingizda ham shu narsani yozib ketaverasizlar. Bu bo'sh qoladi. Mana bunda har doim npm run build qoladi, bu yoqda dist bo'ladi. Pastki qismlarda boshqa hech narsaga tegmay turamiz va deploy static saytda bosamiz. Bizning saytimiz deploy qilish boshlandi. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek building ketyapti. Ozgina kuzatamiz. Saytimiz deploy bo'ldi. Hozirda saytimiz live holatda ishlayapti. Endi buni kelinglar qanaqa ishlayotganini ko'ramiz. Ustiga bosib ko'ramiz linkimizni va tayyor. Saytimiz hozir tushunishinglar uchun Lowballdan tashqariga chiqdi. Hozir Lowballda tarkibida ishlamayapti. Biz faqat o'zgartirish uchun, ya'ni qaysidir qismlarni raqamlarni o'zgartirish uchun, brend nomini o'zgartirish uchun Lowballni o'zidan foydalanamiz. Nimani o'zgartir desak, aytaylik, kelinglar change the brand name, Google bilan Google deyman. Ketdi. Yuboraman. Hozir men sizlarga, ya'ni o'sha ana shu kod qanaqa o'zgarishini aytaman. Men sezayotgan bo'lsanglar, hech qanaqa kodga tegmayapman, GitHubga kirmayapman, render o'zida ham hech narsani o'zgartirganim yo'q. Shunchaki buyruq berdim Lowballga va Lowball bu buyruq ustida ishlayapti. Bu joyni ozgina kesib tashlashim yoki tezlashtirishim mumkin. Lowball bizga saytimizni o'zgartirib berdi. Ko'rib turganingizdek, sizning brendingiz Googling o'zgarib qoldi. Ya'ni xohlagan brendimizdan nomini qo'yishimiz mumkin. Xohlasam raqamni ham o'zgartirishim mumkin, lekin vaqt ketkizib o'tirmaymiz. Googling o'zgartirdik. Bundan oldingi saytimizda mana brend sayt ko'rishingiz mumkin. Sizning brendingiz degan joy turibdi. Buni hozir bitta qayta ishlab olsak ham, bu narsa o'zgarmagan bo'lishi kerak. O'zgarmagan. Buni o'zgartirish uchun bo'lsa, biz Lowballga o'tib, buni bir marta publish qilib yuboramiz. Update qilib yuboramiz, ya'ni yangilab yuboramiz. Bo'ldi, saytimiz update bo'ldi, ya'ni yangilandi. Endi mana shu sahifaga o'tib, saytimizni bitta qayta ishlasak, mana ko'rib turganingizdek, Googlingga o'zgarib qolgan saytimiz. Biz hech qachon renderdagi kodlarga tegmadik va GitHubdagi kodlarga tegmadik. Hammasi avtomatik amalga oshadi. Sizda 3 ta tizim bor: Lowball, GitHub va render. Lowball o'zgartirsangiz bo'ldi, u kod GitHubda birinchi o'zgaradi, GitHubdan renderga o'zgaradi. Siz shunchaki bu yoqda hammasini tahlillab turasiz xolos. Ana endi darsimizning eng muhim qismiga kelsak. Qanaqa qilib biz custom domain, ya'ni o'zimizning domenimizni ulasak bo'ladi. Chunki Lowballda biz o'zimizning domenimizni ulash uchun har oy $25 to'lashimiz kerak. Bu albatta hammaga ma'qul narx emas. Kelinglar endi shuni o'zimizning domen ulab boshqarib ko'ramiz. Ketdik, dashboardga qayta olamiz. Renderda va bu yoqda o'zimizning proyektlarimizdan Clean Home Launchpadni bosamiz. Va settingsga kiramiz. Ya'ni sozlamalarga kirib, sozlamalardan bu yoq tomonlarga e'tibor berib o'tirmaylik va custom domain bo'limiga kelib olamiz. Shuna qilib add custom domainni bosamiz va o'zimiz qo'shmoqchi bo'layotgan domain nomini yozamiz.
Men hozir shunchaki bitta domen kiritib yuboraman bu yoqqa. Sizlar lekin обязательно mos domenni kiritishinglar kerak. Men kecha bitta domen sotib olgandim. Hozir vaqtimizni ketkazmaslik uchun o'sha domenni ulab qolaman. Keyinchalik o'zgartirib qo'yaman. Update yourself.uz. Update yourself degan sayt olganman, ya'ni domen sotib olganman. Shuni hozir saqlab ko'ramiz. Kelib bitta tekshirib olaylik. Ahostdan sotib olgan edim sahifada. Xo'sh, Ahostga kiraman. Odatda men Ahostdan sotib olaman domenlarni. Sizlarga ham maslahat beraman, chunki menga ancha Ahost tushunarliroq boshqa sistemalarga nisbatan. Xo'sh, domenga kiramiz. Domenda menda 3 ta domenlar bor. Xo'p, update yourself ga kirib olamiz. Bo'ldi. Ko'rib turganimizdek updateyourself.uz kopировать qilib renderga qaytaman va renderga xuddi shunaqa qilib kiritib save bosaman. Xo'sh, endi bizani sozlaydigan ba'zi bir joylarimiz bo'ladi. Uname va cname'larni kiritib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ketdik. Birinchi bo'lib uname kiritib chiqishimiz kerak. Ahostga o'tamiz va Ahostda DNS hosting bosamiz. Va DNS hostingda ko'pincha sizlarda mana bu qism ko'rinmaydi. E'tibor beringlar. Bu qismni qarab ochishlar mumkin. Bu yerda enable degan tugma chiqadi. No, inglizchada hozir tushuntiryapman, lekin shuni ruxsatini berib olishinglar kerak. Keyin sizlar bunaqa uname, cname'larni boshqarishinglar mumkin bo'ladi. Umuman DNS manager keyinroq ochiladi sizlarda. Bu ham muammo emas. Xo'sh, birinchi bo'lib o'zimizda mavjud bo'lgan uname'larni o'chirib olamiz. Hozir uname o'chirib tashlayman va o'rniga boshqa uname qo'shaman. Nima uchun hozir saytdagi asl uname o'chirib tashladim? Chunki biz hozir yangi uname qo'shishimiz kerak. Xo'p, buni kopировать qilib olamiz. Va bu yerdan name, qaranglar, name qolsin. Ya'ni mana bu kichikcha qo'yib qo'yasizlar. Selectdan ana bosamiz va ttl o'z holatida qoladi. Ttl ga tegmasanglar bo'ladi. Adresga kopировать qilgan manzilimizni yozamiz va add recordni qo'shamiz. Bo'ldi, bizda uname qo'shildi. Keyingi harakat cname qo'shishimiz kerak. Xo'sh, cname da mana ko'rib turganingizdek bu pastdagi qism. Pastdan kelinglar birinchi uname ishladimi yo'qmi tekshirib olamiz. Uname muvaffaqiyatli qo'shdik, ya'ni hech qanaqa muammo kuzatilmadi. Faqat bu belgi certification pending, ya'ni SSL sertifikat degan narsa bor. Agar sizlar SSL sertifikat olmasangiz, saytingizga kimdir kirayotganida bu sayt xavfli degan belgini chiqaradi. Buning uchun bizga 24 soat vaqt kerak. Bizga bu narsani renderi o'zi hal qilib beradi. Endi keyingi etap cname qo'shamiz. Cname uchun 3 ta W li name qo'shishimiz kerak. Hozir mana bu qismni o'chirib tashlaymiz. Agar sizlarda name qismida agar 3 ta W bor bo'lsa, buni o'chirib tashlashinglar kerak bo'ladi. Confirm qilamiz. O'chirib yangi cname record qo'shamiz. Name da 3 ta W bo'ladi. Select fonda cname qo'shamiz va ttl ga har doimgidek tegmaymiz. rddaga bu yerdan kopировать qilib kelgan joyimizni qo'shib qo'yamiz. Start qilamiz va add record qilamiz. Bo'ldi. Buni ham qo'shdik. Hammasini save changes qilib saqlab olamiz. Endi renderga o'tib, buni ham verify qilib tekshirib olamiz. Mana verifikatsiya o'tdi cname ham, uname ham, cname ham zo'r ulab oldik. Faqat certificate pending bo'lib turibdi. Endi bu narsa bizdan 24 soatni talab qiladi. Bo'ldi, biz cname ham, uname ham muvaffaqiyatli qo'shib olganimizdan so'ng tekshirib ko'rishimiz mumkin. Kelinglar, saytimizning manzilini kiritamiz. Update yourself. Mana saytimizga kirib ko'ramiz. Marhamat, bizda sayt ochildi. Go clean, hech qanday muammo yo'q. SSL sertifikatlarda ham, chunki domen ozgina vaqt olgan. Sizlarda 24 soat vaqt olishi mumkin bu narsa, balki 12 soat vaqt olar, lekin ma'lum bir muddat vaqtni oladi. Shunaqa qilib, o'zingizlarni domeninglar bilan bemalol custom domen qilib ulab olishingiz mumkin. Faqat bitta eslatma, renderda siz bitta akkauntga, ya'ni bepul tarifida faqatgina 2 dona domen ula olasiz. Undan ko'pini qila olmaysiz. Pullisini sotib olsangiz, muammo bo'lmaydi. Shunaqa qilib, bemalol o'zingizlarning saytinglarni sun'iy intellekt yordamida AI bilan Global, GitHub, Render, Netlify kabi sistemalar bilan bemalol deploy qilib olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, saytimizda hech qanday muammo yo'q. Hattoki ba'zi birlar qilib beradigan saytlardan yaxshi ham desa bo'ladi. Hammangizga omad, salomat bo'linglar. Telegram kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Telegram kanalda yanada ko'proq yangiliklar bilan bo'lishib boramiz va bundan keyin yanada ko'proq darslar chiqib boradi YouTube'da. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin. Agar obuna bo'lmasdan ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosinglar,
Man bunaqa narsalar so'rashga o'rganmaganman, lekin umid qilamanki, siz bu narsani kanda qilmaysiz. Hammaga rahmat. Salomat qolinglar.